118 ming dollarga 4 so'tli 2 qavat 9 xonali uy topib qo'ydim sizlarga. Manzilini qatta deyapsizmi? Serigili yuqori Darxonda joylashgan. Mahalla tinch, asfalt qilingan. Hamma kommunikatsiya bor ekan, aka. Bu mahallada o'zi 1 so'tli yer narxi 30 ming 35 ming dollar. Ba'zi bir sabablarga ko'ra pul zarur ekan. Shunaqa 118 ming emas, yanada kelishtirib beraman deyishyapti. Uychilarni ko'ramiz ham, qani ketdi u. Ozginchigida remont talab, lekin puliga arziydi, ketdi. Qarang, uyimizning hovli ko'rinishi bemalol bitta, ikkita mashina joylashtirsanglar bo'ladi. Orqasi yozgi oshxonasi ham bor ekan. Hozir men sizlarga tushuntiraman. Birinchi qavatimizda ikkita yotoqxona, bitta mehmonxona va oshxona joylashgan sanuzel bilan. Tegi esa yaxlit podval qilingan aka. Ikkinchi qavatimizda 4 ta yotoqxona, ikkita sanuzel joylashgan. O'ng tarafimizda kattagina mehmonxona va tepasi yotoqxona ekan. Ozginchagina ta'minlab, aka bir chiroyli uy chiqadi. Eng asosiysi uyimiz 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Xat hujjatlari hammasi joyida ekan. Aka, shu videomizni shunday katta uy qidirayotgan do'stinglarga yuborib qo'yinglar. Kelinglar, sizlarga kelishtirib beramiz. E'tibor uchun rahmat, omon bo'linglar.